o'sha xatirchidagi Jamshid akamiz xonadonidagi 5 ta limuzin, bitta Angus bor edi. Mana bu bir dona Angusni olib kelinglar. U yerda yana bitta limuzin qoldi, jonivor. Xullas, hozir sport ketyapti. Mana shu mashina egasi Ulug'bek akamiz aytayapti-ki, mana shu bitta Angusni o'zi 5 ta limuzin joyini solib tashlaydi deyaptilar. Og'irlikda ham, go'sht foiz berishiga ham solib tashlaydi deyaptilar. Xullas, qadrdonlar, bugun kun sanamiz 29-aprel, hafta kuni chorshanba. Katta Qo'rg'ondan olyapmiz. Muhammadjon ukamiz, mana Ulug'bek akamiz. Muhammad 5 ta limuzinni bitta o'zi oladi. 1 kilo bo'lsa ham oladi. Javob. Qani. Biz kelmaydi lekin javob. Ana shu 900 dan bak 1 kilogram past kelmaydi. Hozir ko'ramiz. Ketdi. Qani o'lchaymiz, da. Tushiring davay. 920 kelsa. 920? Ana. Xullas, akamiz mana Toyir akamiz soniga like deb bosamiz. Hammaga salom. Ha. Akamizni mana aqlli tarozisi bor. Agar kelsanglar, mana shu Boynining oldiga, Katta Qo'rg'on Chorra bozorining oldiga boynilar bor. Mana telefon raqamlari. Kelsanglar, bemalol katta buqalaringizni mazza qilib o'lchatib, boyniga topshirib ketaverasizlar. Maşallah. Boqqanga rahmat, boqqandan Alloh rozi bo'lsin. Da, ketdi. Boqqaniga rahmat. Albatta, ha. O'zi bo'lmaydi uni boqish. Mana. 90. 892. 892. Hammalar qo'yib berdik. Qoma. Yo'q, barakasini bersin. Ya 600 kilo kam chiqmaydi. Mana shuni qildi. Xo'p, qancha go'sht beradi? Kommentariyaga yozamiz. Ketdi, bak, ketdi. Mana. Buqa bo'lsa shunaqa bo'pti-da. Jonivor. Maşallah, jonivor qaranglar. Xo'p, bu kimning zakasi buni nasib bo'lsa? Xudo xolasa aka, bu bugun so'yiladi. Aha. Ertalabdan sotuvga chiqadi, xudo xolasa. Ertalabdan 30-aprel kuni boraveradi do'konga. boraveradilar. Lo'laxo'rdan Jo'raxon do'stim to'yga go'sht oladi, shimol go'shtidan o'sha uchun so'yapmiz aka. Zakaz bo'lgan-a? Ha, zakaz bo'lgan. Jo'raxon yo'qchimi? Juvozchimi? Jo'raxon san uchun. Jo'raxon like deb bos endi bang'illab. Lo'laxo'rdagilar like deb bosamiz.